Hozir o'sha klipni snimat qilgan rejissyor chiqib обращение qilibdi. Akajonim, nimaga sizlar olib chiqmadinglar boshidayoq gapirib? Mana shunaqa situatsiya bo'ldi. Bizni pulimiz yo'q, xalq kelinglar to'planib yordam beraylik deb. Bechora qiz muhtojligidan chiqib gapiryapti. Sizlar tashab qo'yganinglardan gapiryapti. Nimaga sirazi chiqib gapirmadinglar? Mana shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa bo'ldi, yashirib keldinglar shuncha paytgacha. Nimaga ashi sirazi chiqib объявление ilmadinglar? Ozoda opaning klipida shunaqa situatsiya bo'ldi, tragediya bo'ldi deb. Nima yashirdinglar? Paka o'qiz bechora o'zini og'zini ochmaguncha. Ashi rejissyor birinchi o'rinda aybdor. 16 yoshli qizni, 17 yoshli qizni qanday qilib за рулем посадить можно? Как? Вот ты виноватый, давай лечить ее. O'zingiz yoningizdan to'lab lechit qiling endi o'sha qizni, bechorasini. Bechorani endi farzand ham ko'ra olmaydi. Bitta odamni hayotini og'dar to'ntar qilib olib, 3 ta kaleyka o'tirib olib, toshog'ini stolga qo'yib, biz aytmadik, biz o'ldik. Вот вы виноваты, виноваты. Ozoda opa chiqib e'lon berish kerak edi. Odamlar, shunaqa situatsiya bo'ldi. Dalchi klip snimat qilib, dalchi ani prezentatsiya qilgandan. Uyat sizlarga, uyat. Voy tepalab ketganingdan kerak bo'lsa uy ham olib berasan. 16 yoshli qizni mashinaga o'tkazib qo'yganingdan keyin uy ham olib berasan. Davolaysan ham. U qizni hayoti og'dar to'ntar bo'lib ketdi. Sud jarayonini bilamiz. U yoqqa $100, bu yoqqa $100, u yoqqa $1000, bu yoqqa $1000 qilib. Senlarni bilamiz. Shunday qolib ketadi bechora qiz invalid bo'lib. Endi tug'olmaydi, tazi singan odam farzand ko'ra olmaydi, bilib qo'ygin. Только Kesareva odamni prosta invalid qilib qo'yishib o'tirib gapirishingni qara, bilad, beti yo'q. Voy, mana uni tanidim men o'rtada o'tirganda. O'rtada o'tirgan sen Moskvaga kelib bilet pulini qaytarib berib ketmagan admin kod-ku. Voy, men seni yolg'onchiligingni bilaman. Voy, qasamxo'r senmiding hali? Munisda admini bo'lib yurgansan oldin. O'rtada o'tirgan qasamxo'r. Moskvada konsert organizovat qilib, Munis bechoraga ham pul tegmagan. Sen qasamxo'r qochib ketgansan shundan keyin. Voy, seni tanidim ko't o'lgur. Bu o'rtada o'tirgan qasamxo'r, mana o'rtada o'tirgan qasamxo'r oldin Munisda admini bo'lgan. Bu qasamxo'r efirga chiqib olib, "Ha, ertaga uchaman, inningga uchaman, mana uchib ketyapman, mana deb xalqni pulini bermay aldab ketgan bu qasamxo'r, mana o'rtada o'tirgan. Xalqni bilet pulini qaytarib bermagan, qancha baqir-chaqir qilib YouTube'larga chiqib baqirganman pulini qaytarib ber deb. Bu qasamxo'rga ishonmanglar, bu yolg'onchi. Oldin Munisda admini bo'lib yurgan. Munisga ham pul tegmagan, bu qasamxo'r qochib ketgan o'shandan keyin Munisda oldidan. Voy, bularni o'tirib gapirishini eshitib davleniya oshib ketdi. Allohning roziligi uchun qilyapmiz biz. Ro'za oyida Allohning roziligi uchun qilyapmiz deydi. Boje moy. Da bilay dalbayob, sen dalbayob mashinaga 16 yoshli, 17 yoshli qizni o'tirgizib qo'yganing uchun javob berasan-da ro'za oyida yibanashka. U qizni bir umrga invalid qilib qo'yding. Bir umr boqishga aybdorsan sen. Voy, davleniya oshib ketdi bularning gapini eshitib. Sen mashina deydimi? Mashina olib berasan. U qiz bechorani 7 santimetrga oyog'i kalta bo'lib qoldi. Uy deydimi? Uy olib berasan, потому что oilasi juda qiynlangan oila ekan. Tepalab ketgandan keyin aktrisang hamma yo'q qiladi. Yordam berdim deb gapirma. Sen qilgan ishingga yarasa jazoingni olyapsan. Просто и всё. Bular aytayaptiki, hozir Ozoda opa tut prichom. Ozoda opa zakaz bergan, biz выполнять qilganmiz. Ну, Ozoda opaning klipida shunaqa bo'lyaptimi? Ozoda opa primo efirga olib chiqib, ili istoriyalarga qo'yib shunaqa situatsiya bo'ldi. Bu qizga xalq yordam beraylik deb so'rab chiqish kerak edi-ku. Oraga chiqqan chiqdi guldirgib qilib o'tirmasdan. Bu qiz ham to'yib ketganidan, 7 santimetrga oyog'i kalta bo'lib qolganidan chiqib gapiryapti. Yaqinda Ozoda opaning konserti, объявлениyalar ilingan, afishalar ilingan. Qanday qilib, qaysi yuz bilan, qaysi bet bilan konsert qilasizlar? Uyalmaysizlarmi? Bitta qiz 7 santimetrga oyog'i kalta bo'lib qoldi. Tazi pachchag'i chiqib ketgan hamma yo'g'ini. Uyalmaysizlarmi? Uyat bormi sizlarda? Mana o'rtada o'tirgan qasamxo'rga umuman ishonmanglar. Bu qasamxo'r Moskvada konsert organizovat qilib Munisda aldab qochib ketgan bu. Konsertning pulini, biletlarni qaytarib bermagan. Men rosa baqirib chiqqanman.